Assalomu alaykum dadajon. Yaxshimisiz? Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Musofirda bo'lsam ham qalban doimo siz bilanman. Masofalar uzoq, lekin qalbimiz doim birga. Bugun sizga rahmat aytmoqchiman. Sababsiz shunchaki borligingiz uchun, aynan mening otam bo'lganingiz uchun ming shukrlar bo'lsin. Dadajon, yoshligimizdan bizga aka-ukaga mehr-oqibatni qalbimizga singdirgansiz. Bergan tarbiyangiz uchun, qilgan mehnatlaringiz uchun, biz farzandlaringiz uchun, o'zingizning orzularingizdan kechib biz uchun harakat qilganingiz uchun ming shukrlar bo'lsin. Sizni olam, dunyocha yaxshi ko'raman. Alloh bergan ne'matim siz dadajon. Bilaman, jigarchilik oqibatini naqadar qadrlashingizni. Shu sababli ularni bitta davrada yig'a olmasam ham ekranda ularni jamlashga harakat qildim va bugungi kuningizni yanada fayzli o'tishi uchun qo'limdan kelgancha harakat qildim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Odajon, bunaqa yoshlarni ko'plarini ko'r. Sog' bo'l, sog' salomat bo'l. Otajon, tug'ilgan kunlaring bilan salomon bo'l. Kelin bilan qo'sha qari. Biz hamma seni yaxshi ko'ramiz. Baliqqa qachon boramiz endi? Baliqlar chaqirayotganimiz. Esingdami? O baliqqa borganimiz. Assalomu alaykum ukajonim, otajonim. Tug'ilgan kunlaring muborak bo'lsin. Ilohi kelin bilan qo'sha qari, bolalaringda huzur halovatini ko'rgin. Onam kasal bo'lganlarda ovqat yemay o'tirganlaringchi, siz yemasangiz men yemayman derding. Assalomu alaykum ukajonim. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Hamisha sog' bo'l. Kelin bilan qo'sha qarab nima niyatlar bo'lsa, dunyoda barcha yaxshi niyat, orzu niyatlaring bo'lsa, amalga oshsin. Assalomu alaykum akajon. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Sizni juda yaxshi ko'raman. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'ling. 76-yilmidi? Zilzila bo'ldi maktabda. O'qib yurgan paytlarimiz sinfga kirdingiz-ku, hamma bu o'quvchilar ichidan olib chiqdingiz, zilzila bo'lyapti, tez chiqinglar deb qo'limdan yetaklab olib chiqdingiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Boshimizga sog' omon bo'ling. Assalomu alaykum akajon. Tug'ilgan kuningiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Alloh umringizga baraka bersin. Jiyanlar, nevaralar qurshovida yangam bilan qo'sha qarib yuring. Assalomu alaykum akajon. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yangam bilan qo'sha qaring, hech qachon kasal bo'lmang. Oilangiz boshiga, bizlar boshimizga doimo sog' bo'ling. Sizni biz yaxshi ko'ramiz.